Assalomu bugun sizlar bilan men sizlarga top 6 ta mod Bedrock uchun sanab o'taman. Bu hammasi qaysi VPSga girganlar uchun 1.21.30 versiya. Ananda men videoni boshladim. Birinchi mod bu edi. Men buni minus tarafı soyayu lekin esa rudalar rudalarda oyda virus tarafı rudalar yonadi. Bu top 13 mod bu mana. Pas geçeceğiz. Kolonga geçirdi. Ama bilmiyorum. Kadarına bana yandı. Ama yok. Bunda yanadı. Kanında top 9 burası bu top 6. modudur. Endi biz top 5. modga o'tamiz. Kanalda let's go. Bu mod ayni sizlar uchun kerak bo'lgan bu mod. Bu eng zo'r mod. Ya'ni bu daraxt modi. Hayır, az biz любой bitta daraxt keldi. Buni oddiy turib bo'lsa bo'lmaydi. Buni o'tirasizlar va taydan bitta qilaring mana. Bu mana. Любой daraxt qiladi. Hop, qilaring mana. Bu top 5. modudur. Ben qachongina bu videoga 120 ta like qilsalaring men buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Qanaqada top 4. modga o'tamiz. Qanaqada let's go bo'ladi. Buni surba qilayotganlaringizda kerak bo'ladi. Bu mod qanaqa desalaring bu mining modi. Ya'ni bo'lani oddiy ro'da buni bitta sindirishlaring shart emas. O'tirasizlar va bosasizlar. Keyin mana hamma yo'q tayyor. Mana. Shu mod asqotadi sizlar uchun. Mana unda top 3. modga o'tdim. Qanunda let's go 3. mod. Ana hozir men buni qanaqaligini ko'rsataman. Tepada turibdi mana bunlar. Ashlar bu ashi mod. Ya'ni bu nima bo'ladi? Bunda ham kreativ qilasizlar, ham survival, ham nima kreativ. Yana bu esa buni ismini inchalik bilmayman. Bunda bloklarda sindiralmaysiz. Haligi shaderda bitta plus tarafini ismi chiqib qolibdi. O'tida qimirlaydi va daraxtlar shoxlayman. Mo'lar qimirlaydi. Mana qarar. Qanday biz top 2. modga o'tamiz. Qanday let's go. Bu modda men nima qilishda sarguzashtlarimni o'tkazaman. Ya'ni nima deb tushuntirsam bo'ladi sizlarga. O'g'lanchilar bu kanalimga kirib o'salaring men bugun kecha yangi qo'ydim.
qishloqdagi savdo izlashlar. Xuddi shundagi mod. Mana qishloqqa bitta olamiz. Mana bu haraga. Bu mana pizza. Bu mana bu ana YouTuber. Hani sana ciddi çıkıyor. Bu ise politsiya bu. Bu ise ciddi olayapti. Bu ham bitta YouTuber. Bu ham bitta YouTuber. Mana bu ciddi. Kelayotgan ciddi. Yana bunda bu o'zlaring ko'rib chiqaverasizlar. Mana endi top birinchi modga o'taman. Qanunda let's go. Bu oxirgi mod. Bu avtomat modlar. Ko'rib turganlaringda mana. Tutki. Mana. Hop. Manda salgina bag bo'lyapti. Manda otilmayapti. O'qiladi mana. Mana ular granata. Bular ham ishlamay qolyapti. Menda siladi, lekin ishlaydi. Biz oxirgi birinchi modimizga o'tdik. Bu mod. Bu videomiz tugadi. Sizlar bilan birga bo'ldi. Xayr.